Hammaga salom do'stlar. Ro'za Ramazon oyida Xudoim kuch-quvvat bersin hammamizga. Xo'p, bugungi ish tartibimiz Poco M3 ekan. Ekran almashtirish kerak ekan. Oradacha pauza bo'lib qolganiga hayron bo'lmaysizlar. Ham video olib, ham ish qilishni iloji bo'lmayapti. Mayda Samsung A12 mizni sensorini almashtirish kerak ekan. Yechib qo'ydik ustidagi oynasini, hozir almashtiramiz. Mana bunaqa bo'ladi. Bular ichidan bittasi tushadi. Redmi 10 Ölçen tushadi. Hammaga salom do'stlar. Ro'za Ramazon oyida Xudoim kuch-quvvat bersin hammamizga. Xo'p, bugungi ish tartibimiz Poco M3 ekan. Ekran almashtirish kerak ekan. Oradacha pauza bo'lib qolganiga hayron bo'lmaysizlar. Ham video olib, ham ish qilishni iloji bo'lmayapti. Mayda Samsung A12 mizni sensorini almashtirish kerak ekan. Yechib qo'ydik ustidagi oynasini, hozir almashtiramiz. Mana bunaqa bo'ladi. Bular ichidan bittasi tushadi. Redmi 10 Ölçen tushadi.